Assalomu alaykum hammaga. Hozirroq murojaat qilmoqchi edim. Murojaat qilmasak bo'lmaydi ekan. Bu Paxtavodda yashab bo'lmayapti, murojaat qilmasak. Bu Paxtavod tumani bekarga og'ir hudud emas ekan. Men murojaat qilayotgan joy Andijon viloyati Paxtavod tumani 8-maktabga ajratilgan stadiondan turib murojaat qilyapman. Mana stadionni ko'rishingiz mumkin. Bitmagan stadion. Stadion. Ko'rishingiz mumkin. Shu stadionimizni 1999-yilda tuman hokim Omolno Rahimov 377-qarori bilan, sonli qarori bilan maktabga ajratib bergan. Shu hujjatlari bor, arxivdan olindi, hamma yo'q bo'ldi. Mana kecha prokuror ham ko'rdi hujjatlar, hamma yo'q joyida. Shunga qaramasdan Baxtiyorjonov Botirjonlarga tumanimizni hokimi Davronbek oliyjanoblari ikki qo'l bilan padarga qilib berdi mana. Maktabni, bolalarni stadionini mana xususiy mulk qilib birovga ajratib berdi mana. Bolalar qayerda futbol o'ynaydi? Shuni men murojaat qilmoqchi bo'lgan joyim Prezident administratsiyasi rahbari Saida Shaykatovnaga, Respublika prokurori Nig'matilla Yo'ldoshevga va Andijon viloyati hokimi Shuhratbek Qo'shoqboyevichga. Shuhratbek Qo'shoqboyevich bizni stadionimizni olib qo'yapti bular. Biz nima qilamiz? Qayerda ertaga futbol? Mana o'zingizdan befarq emassiz futbolga. Biz qayerda o'ynaymiz futbol bolalar bilan? Maktabimiz hududida joy bo'lmagani uchun tashqaridan berilgan. Aholini ko'chirib bermaydi-yu stadion uchun. Endi mana stadionimizni olib berdi bizni Davronbek. Qanday qilib olamiz endi? Qanaqa qilib o'ynaymiz bolalar bilan biz? Darsimizga keltirilgan-u bizni katta futbol. Endi bolalar kelajagi qiziq emasmi? Qabulingizga boryapman. 2 oydan oshib ketdi. Biror marta kirgizishmayapti. Davronbek o'zim hal qilaman deb yurgan ekan, mana hal qildi. Hal qilib berdi mana. Nohaqlikni hal qilib berdi mana. Biz haq bo'lsa ham nohaqlikni hal qilib berdi mana. Prokuror kechgacha hujjatni o'tirdi o'qib, hujjatni ko'rib, hech qanaqa kamchiligi yo'q, maktabga deyilgan, hamma yo'q joyida, maktabga deyilgan. Joyida ham indamay tek turdi. Indamay tek turdi, hammasini eshitib ko'rib. Biroq biz hokimga, bu maktabni joyi ekan, biz ularga nima qilmaylik demadi. Adolatli bo'lish kerak edi prokuror. Mana stadion egalari chiqdi, mana bo'ldi, ketdi. Bolalar stadionsiz qolyapti xolos. Menga hech nima kerak emas. Menga shu bolalar uchun kerak. Yurashgandim xolos men bularga. Mana Open Mujetga qo'yilgan, 2 marta Open Mujetga qo'yilgan mana shu stadion ko'rishingiz mumkin. Stadion 2 marta qo'yilgan. Mana shu bir marta 950 million, bir marta 1 milliard 550 million pul mana. Salkam 2 milliard 600 million pul deb stadion bitmayapti. Bizni maktabga kirsa ko'rsanglar mana bo'ladi. 1 milliard 300 millionga 2 etajli bino bityapti. Selibda korpus bityapti. Bu yerda bitmayapti. Yana 3-bor qo'yyapti bu yerga. Buni binoga ketayotgan pullarni, bu yerga ketayotgan pullar tekshiradigan tashkilot yo'q. Bular tekshira olmaydi-da, bulardan hamma qo'rqadi. Lekin yozuvchilikka havas ketib qolyapti bunaqada. Yozuvchilarning aytgani bo'laversa, juda ko'pchilik qiziqib ketadi. Lekin men hazar qilaman bunaqa narsadan. Men yozuvchilikni hazar qilaman. Men ilojim yo'ligidan chiqyapman sizlarga. Iltimos bizga yordam beringlar. Mana stadionda mana ahvolni ko'rsataman sizlarga. Mana o setka turibdi, mana setka turibdi. Mana bu yergacha bo'sh yer turibdi. Bu mana kelajakda bu setka mo qirg'oqqa keladi, mana mo qirg'oqqa keladi. Manaqasiga uylar tushadi. Mana Davron nima ahvol qilib qo'yganini bilasanmi? Tushunyapsanmi endi Davron? Mana bilib qo'y, nima baloni boshlab qo'yganingni. Hokim bilan prokurorga chora ko'rib berishni so'rayman.
Bu video kim oldidan chiqib qolsa, iltimos tarqatinglar. Mutasaddilarga yetib borsin, iltimos. Like bossanglar tarqaveradi. Iltimos yordam qilinglar shuni bizga. Rahmat hammaga.